Hozir ana shu katta diskani tuzatamiz. Ana shu eng katta diskani shunday olamiz. Mana bu yo'llar singan ekan, qiyshaygan ekan. Apparatga qotirib, vasmerkasi ham bor buni. Mana shunday qotirib, nasib etsa ishini boshlaymiz. Mana bu diskamizning holati, aylanishi. Vasmerka ham bo'lgan, o'sha udar tekkan joydan keyin singan. Endi bu yerdan ushlab, bu yerdan ko'tarib, nasib etsa maksimalni zo'r qilib, natijani ham ko'rsatamiz. Diskachamizni svakasini qildik. Endi bularni tekslash qoldi. Bu tomondan ham svakalab qo'yilgan. Aylanishlarni hamma tomondan ko'ramiz. Vasmerkasi ham yo'qoldi. Tekis bo'ldi. Gruz ham 00. Bittadan endi svakalarni tekslaymiz, tamom. Nasib etsa, bundan ham chotki tekis chiqarib beramiz. Svakalarni tekslab qo'ydik. Mana bu tomonlarni ham tekslab, ranglab qo'ydik. Faqat bir tomon rangladim. Aylanishlari ham chotki bo'ldi. Gruzni o'ngga chiqarsalarmi hech narsa bo'lmaydi.